Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mo'minov. Ko'pchilik chet eldan telefon qurilmasini olib keladi arzonligi uchun. Xuddi shuni ochretlarda kutib, deklaratsiya orqali o'tkazish kerak, imeykalarni o'tkazish kerak. Xuddi shunda o'zinglar qiynalasizlar. Ochret juda ko'p, buni bilasizlar. Xuddi o'shani sizlarga oson, qulay qilib telefon orqali ro'yxatda o'tkazishni o'rgataman sizlarga. Ya'ni u yerda ochret kutib o'tirmaysizlar, telefonga ilovasini o'rnatasizlar, barchasi ma'lumotni to'ldirasizlar va oxirida xuddi shu men o'rgatgan bo'yicha o'rgatgan narsalarni ko'rsatgandan keyin oxirida QR kod chiqadi. Xuddi o'shani xodimga ko'rsatasiz va u skaner qiladi va bu yoqdan ruxsat bergandan keyin sizlarga ma'lum bir vaqtdan keyin deklaratsiyadan o'tildi deydi. Keyin imeykadan bemalol o'tkazib olishingiz mumkin. O'zlaring ham uni ham ko'rib chiqamiz albatta. Xo'p, vaqtga cho'zib o'tirmang, bo'lmasa ketdik. Biz Play Market ilovasiga kiramiz va postga yo'lovchi deklaratsiyasi deb yozamiz. Buni Moskvada turlab qolsangiz ham bo'laveradi. Boshqalarga borib vaqtingizni ketkazib turlash shart emas, chunki u yerda sim kartangiz bo'lmaydi, internetdan foydalanamiz, Wi-Fi ishlamaydi umuman. Shuning uchun shu yerdan ro'yxatga o'tkazib skanerga tayyorlab qo'yganingiz kifoya. Biz boshladik. Unda pasport seriyangiz zagranipasportniki bo'lishi kerak. Bu yerga shularni terasiz, keyin tug'ilgan yil, oyingizni yozasiz. Misol uchun 17-oktyabr 2000-yil. Bu yerga yozganingizdan keyin pastda familiya, ismingiz, otchestvoyingiz yoziladi. Undan keyin doimiy yashash mamlakatingiz O'zbekiston. O'chirganingizda O'zbekiston chiqadi. Jinsingizni yozasiz, erkak, ayol. Xo'p. Undan keyin qayerdan kelmoqda joyiga Rossiyani belgilaymiz. Qaysi davlatdan jo'natmoqchi bo'lsangiz, Rossiyami, Qirg'izistonmi farqi yo'q uni. Xo'p, undan keyin qayerga kelmoqda pastda O'zbekiston bosasiz va o'zingiz bilan bojxona chegarasi orqali olib o'tilayotganini tanlang debdi. Oxirida geranga qarshi go'sht mahsulotlari har xil tijorat maqsadida oxirida o'zim bilan yuqorida hech biri mavjud emas, chunki siz telefon olib kiryapsiz. Keyinga ahamiyat bermaymiz. Keyingi tugmasini bosamiz va bu yerda mobil qurilma deb qo'ydik. Va qo'shni bosamiz va mobil qurilma haqida ma'lumot kiritamiz bu yerga. Xo'p, birinchisi smartfon belgilangan tayyor. Smartfoningiz brendi, misol uchun meniki Xiaomi 12 Pro. Shuni kirgizaman va imeykalarni qayerdan olaman desangiz, telefon bo'limiga o'tasiz, yulduzcha, reshotka, 06 reshotkani terasiz. Reshotka, 06 reshotka. Terganingizda shu yerda imeykalar chiqadi. U birinchisida va imeyka 2. Mana shu ikkalasini kopiya qilasiz. Nusxalarda o'tasiz. Imeyka 1 bo'limiga o'sha birinchi imeykangizni joylashtirasiz. Ikkinchisiga o'tasiz, imeykasini yana kopiya qilasiz. Nusxa olindi. Yana joyiga o'tasiz. Imeykani bosasiz va miqdori 1 dona olyapsiz. Chunki bitta odam uchun bitta. Sof og'irligi deb qo'yibdi. Telefonning og'irligi 180 gramm. Grammni qayerda olaman desangiz, Google ga o'sha nimasini yozsangiz ma'lumotlari chiqaradi. O'sha paytda men 30 euro pulga olgan bo'lsam, o'sha paytdagi 100-400 dollardan oshiqroq pul bo'lgan adashmasam. Necha AQSh dollarga cheyasiz, xullas chiqadi. Va saqlash bo'limiga bosasiz. Va shu yerdan jo'natishni bosganingizdan keyin sizga QR kod chiqadi. QR kod. Menga o'xshagan. QR kod chiqadi. Buni bojxona o'sha deklaratsiya bilan shug'ullanadigan bojxona xodimiga ko'rsatasiz va ko'rsatganingizda uni skaner qiladi va ruxsat beradi. Undan keyin bu yerda ilovasini yuklaysiz Play Market orqali va bu yerda imeyka kodlarini tekshirish, imeyka kodlardan ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumotnomalari bor. Bu yerda imeyka kodlarni tekshirish uchun o'sha boyaga kopiya qilgan imeyka kodlaringizni tekshirasiz, lekin bu sizdan ro'yxatdan o'tmagan. Bu men hozir o'tkazganman ro'yxatdan. Xuddi mana ro'yxatdan o'tgansiz, prямо o'sha deklaratsiya o'tgandan keyin xuddi o'sha telefonda o'zida siz kartangizni kirgizganingiz bilan umuman ro'yxatdan o'tkazolmaysiz. Buni boshqa telefon qurilmasi orqali o'tkazish kerak. Именно o'tkazganingizdan keyin resident xodimiman, mana shu yerdan imeyka kodini kiritasiz, ro'yxatdan o'tkazish oson. Profilga o'tgandan keyin bank kartasiga обязательно bank kartasi bo'lishi kerak.
Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz xursandman. Bitta like, подпискani bosib qo'ying обязательно. Videomiz rekka chiqishiga ko'maklashing. Musofirda yurganlarga bo'lsa обязательно bu videoni jo'natib qo'ying. Chunki videomiz albatta sizga foydasi keltirdi, demak do'stlaringizga ham foydasi keltiradi degan umiddaman. Sizlar bilan Mo'minov bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha salomat bo'ling.